Darvozachi trendda. Gapimizga javob qilamiz. Любой turdagi temirchilarni sifatli bitirib beramiz. Bu videoni sifatli temir mahsulotlarini qiladigan ustalarni qidirib yurgan yaqinlarga, tanichilarga yuborib qo'yinglar. MMA jangchisi Xolmurat akaning uylariga darvoza o'rnatish uchun keldik. Mana Pervalga yaqin joyda ekan, yangi uchastka, yangi mahalla. Hali avtotuning maqtanishadiki, chempionlar tanlovi deb darvoza uchun ham xuddi shunday bo'layapti. Xudo xolasa Fayzli xonadonga chiroyli high-tech variantdagi darvozamizni o'rnatamiz. Hozir svet hali tushirilmagan ekan, qo'shnikidan tortishga majbur bo'ldik. Ozgina shunga kutib turibmiz. Xudo xolasa chiroyli qilib joyiga o'rnatib, video davomida darvozaning narxlari, ishlatilgan materiallar hammasi haqida ma'lumotlarni beramiz. Darvoza high-tech variantda, полностью full holatda bo'lgan. Mana orqa tomoni tekis gladki qilingan. Buni kecha tushirib ketgan edik. Xolmurat aka Instagramdan biz videolarni ko'rib, zakaz qildilar. Xudo xolasa sportsmenlarning ham xizmatidamiz. Alohida chiqarasizlar, ishlarni sifatli bitirib beramiz. Xudo xolasa MMA jangchisi Xolmurat akaning uylariga high-tech variantdagi skromli fason darvozamizni o'rnatib berdik. Ochilishiga alohida ahamiyat berasizlar, qaranglar. Buni ochilib yopilishini yumshoq holatda, yungchang usulida ochilib yopilyapti. Juda yumshoq, Malibu'ni prosta damini beradi. Rost ham zakaz qilsanglar, o'zingizlar isbotini bilasizlar. Ishonch oqlab, mashq holatda hammaga o'rnatib beramiz. Darvozamiz pastki tomoni polностью o'nlik shivellar, yo'llari 2 stenada 10 profil qilingan. Polностью high-tech qismi lista gipda bukib, figura holatda keltirilgan. Lazer reskada chizilgan gullarimiz hammasi 1.8 stena listadan ishlatilgan. Pastki qismida ochiq qoldirilgan, suv chang o'rnab qolmasligi uchun yuqoridagi lazer reskalarning ham tagidagi qismlari hammasi ochiq qoldirilgan. Ko'ringlar, hamma materiallar yangi, ruchkalar o'ziga yarashgan, dizayni skromli holatda bo'lgan. Zamogimiz orqa tomondan kalitsiz o'zini burasi bekiladi. O'rtadagi palklarimiz ochilib yopilishi juda ham yumshoq. Darvoza ozgina shamolli hisobiga yumshoq mana ochilyapti. Bizda yengil shamol esib turibdi. Qaranglar, общий bitga bitta baho berasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hamyurtlar. Navbatdagi darvozamiz MMA jangchisi Xolmurat akani shaxsiy uylariga o'rnadi. Ota-onalari yashaydigan yangi uchastka qurishgan ekan. Xudo xolasa aka, darvoza sizga yoqdimi? Juda. Biz ishimiz ma'qulmi? Juda go'zal ekan. Ha, materiallar, va'da qilingan sanasi hammasi sizga ma'qulmi? Hammasi maqtashga arzigulik ekan, sifat jihatdan ham boshqa jihat hamma tomonlama ideal ekan. Gap bo'lishi mumkin emas aka. Xalqimizga tavsiya berasiz, xudo xolasa xizmatlar. O'zbekiston bo'ylab kim mana shu videoni ko'radigan bo'lsa, kimga zarurat bo'lsa, shunaqa darvozalar Ilhom akamga bemalol murojaat qilinglar. Haqiqatdan maqtashimizga arzigulik ekan. Darvozalar buyursin, yaxshilikka xizmat qilsin. Doimo hoji onani, hoji dadani duolarini olib, ellar shu hurmatida bo'lib yuring. Buyursin, biz ham mehnatimizga rozimiz. Aloqaga chiqinglar, O'zbekiston bo'ylab darvoza, rishotka, baryer, kacheylar, любой temirchilar chiroyli sifatli bitirib beramiz. Xudo xolasa bu kishiga o'xshab rozi qilib duolarni olib ketish hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, xizmatdamiz. Xudo xolasa ustanovkani chiroyli qilib o'rnatib berdik. Tagiga steyajga quyib qo'yasizlar ekan. Xo'p, darvozani ochilib yopilishlari hammasi mana yumshoq. Kalitini sizga topshiraman. Buyursin, yaxshilikka xizmat qilsa, ochilib yopilishi Malibu'ni prosta damini beradi. Yumshoqqina mana kichkina bitta o'zingiz tekshirib ko'ring. Ishingizni ko'ring. Birinchi marta ochib yopingchi, bismillah. Yumshoqmi aka, sizga yoqdimi? Mashallah. Xudo xolasa orqa tomonlari tekis, ichki tomoni polni bo'yalgan, shumka qilingan, hamma joyi full qalin materialdan ishlatilgan. Alloh rozi bo'lsin. Chin dildan xizmat qildik. Mashallah. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Rahmat. Mana akani o'zlariga yopib, ochib, tekshirib, xudo xolasa bekitishlarni hammasini ko'rsatib beryapmiz. Xolmurat aka yumshoqmi? Juda. Sizga yoqqanidan xursandman. Sizga o'xshar ekan. Gap yo'q. Aka, bizni tanlaganingizga rahmat. Sizlarga Xudo xolasa xalq xizmatidan adashmabmiz tanlab. Ha, gap yo'q aka. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling. Xudo rozi bo'lsin aka. Amin. Kelgusi ishlaringizda muvaffaqiyat tilayman. Janglarda faqat g'alaba. Rahmat. Bir paytlar, hop, yelkamga sumkani ilib, vizitkani uy-uy tarqatib yurardim. Chus, Pop, Namangan o'zida o'zimizning viloyatga xizmat ko'rsatardik. Bu paytlar xudo xolasa Instagram ijtimoiy tarmoqlar yaxshiligini ham, yomon tomonlari ham bor, to'g'ri, lekin biz shunday mana mashhur odamlar, xalq hurmatidagi odamlar shu Instagramdan topib zakaz berishyapti. Avvalo bular bizni tanlab, zakaz berib, ishonib, ishlarni topshirishgani uchun avvalo rahmat. Xudo xolasa xalqimizni xuddi shunaqa hammalari duolarini olib, zakaz berish ishlarini vaqtida qilib topshirib yurishlik hammamizga nasib qilsin. Darvozachimizga ishonib zakaz qilsanglar,
ishonchinglarni oqlaymiz. Siz gapimizga javob qilamiz. O'zbekiston va qo'shni davlatlarga xizmat ko'rsatamiz. Dastavka ustanovkalarimiz mutlaqo bepul.